Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Kuninglar fayzli, barokatli bo'lsin. Mana bugungi kunimizni ham boshlab oldik o'rtoqlar, xudo xolasa. Endi sekin ishlarni qilamiz. Hozir bolalarni oldiga chiqib ketyapman. Uydan hamma protsesslarni bo'lishib boraman. Hop. Bundan chiqdim. Nima gap o'zi? Hamma yaxshimi? İşler, savdolar hammada yaxshi ketyaptimi o'rtoqlar? Hop, bepul darslarni ham boshlaymiz o'tishni xudo xolasa. Kimda qanaqadir savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Hop. Kun juda ham issiq. Bizda atmosfera bunaqa mana. Ana GTA bo'ladi-ku. GTA o'yini. Sal nariyoqqa boramiz-da, salqinroq joyda sizlar bilan suhbat quramiz, bo'ladimi? Suhbatlashamiz maza qilib. Salqinroq joy toping. O'sha yerga o'tib, maza qilib suhbat quramiz sizlar bilan. Xo'p, o'rtoqlar, aynan mana shunaqa atmosferada, mana shunaqa manzarada sizlar bilan psixologiya mavzusida gaplashamiz. Eshet trader. Qo'pol qilib gapiraman, ya'ni sansirab gapiraman. Nimaga? Mana shu narsa psixologik travmalaringiz sizni mana shu miyangizga gaplarim yetib borishligi uchun. Eshet trader. Sen nimadirlar qilib pul topyapsan, topgan pulingni balans qilib brokerga depozit qilyapsan. Broker orqali MetaTraderga kirib, sen savdoga kiryapsan. 100 ta Telegram kanalga ulangansan. 100 ta Telegramdan bittasi buy beradi, bittasi sell beradi. Qaysi biriga kirsam ekan deb turib, bittasini ssenariysi bilan savdoga kirasan. Savdoga kirganingdan keyin savdoga buy ssenariy, ya'ni buyga signal bergan bo'lsa, buyga zelka ochasan. Vo, gap yo'q, trader, sen foyda qilding. 40 pipslik foyda qilding. Lekin signal 70-100 pipsligida. Nimaga? Chunki sening psixologiyang bo'qdi. O'shaning uchun sen 70 pipslik signalni sen 40 pipsda yopib qo'yding. Bu bir. Ikkinchisi, yana keyingi ssenariylarni kutishni boshlaysan. Sen savdoga har kuni kirishing kerak. Har sekundda sen savdoda bo'lishing kerak. Sen ko'proq pul topishing kerak. Nimaga? Chunki oldin sen dahoya pul yo'qotib qo'ygan joying bor-da, o'shaning uchun. Tushuntira oldimmi? Keyin yana Telegram kanallarni qaraysan, bittasi yana buy beradi, bittasi sell beradi. Nima qilsam bo'lar ekan deysan, yana bittasini signali bilan savdoga kirasan. Sellga bitim ochding. Sellga bitim ochganingdan keyin nima qilasan? Zarar qilasan. Zararing ham kichkina emas, 50-60 pips. Chunki seni stop lossing kichkinani hech qachon ushlab turmaysan. Zararda balansingni yopging kelmaydi zelkani. Lekin sen ushlab turasan. Va 50-60 pipsda mayli deb minusda zararni yopasan. Keyin yana signal kutasan. Yana Telegram kanalida signal berishni boshlaydi. Bittasi buy signal beradi, bittasi sellga signal beradi. Sen nima qilasan? Yana buyga zelka ochasan. Endi sen ko'proq lot bilan zelka ochasan. Ko'proq order ochasan. Nimaga? Chunki boyaga qilgan minusini chiqarib olish uchun. Oxiri hammasi slip bilan yakunlanadi. Qiziqmi mana shunaqa holat sizga? Bu jinnilik, bu dalbayoblik, bu narsa prosta pulni mehnat qilib, qiynalib yoki topilgan pulni prosta bozorga olib chiqib, kak Xbetga o'xshab pulni yo'q qilib yuborish. Tushuntira oldimmi? Qo'lingizdan kelganicha bor aql idrokingiz bilan uyingizdagi pullarni yo'qotishga harakat qilyapsiz. Buni oxiri har doim voy bo'lib kelgan, bundan keyin ham voy bo'lib ketadi. Bunaqa yibanuti psixologiya bilan savdoda normal rezultatga erishib bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Odam, trader, agar sen uyingga ziyon yetkazishda davom etayotgan bo'lsang, motivatorlarni Instagramdagi gaplarini eshitma. Bir kun emas, bir kun seni muvaffaqiyating aynan mana shu sohada bo'ladi. Sen orqaga ketishing kerak emas. Sen yo'lingni dalshi davom etaman deb undan qarz olib, bundan qarz olib, undan kredit olib, bu bankdan kredit olib, chorniy spisklarga tushib, qo'shnilardan, qarindosh urug'lardan hammadan qarz bo'lib ketibsan. Mana shu yo'lda davom etmoqchimisan dalshi? Lutchi bu sohani to'xtatganda, stopini berganda, ko'chaga chiqib, arava tortgan yoki chet elga chiqib ishlagan yoki til o'rganib, chet elga chiqib qanaqadir proyektlarning ustida ishlagan. Hamma trader bo'lish kerak degan joyi yo'q umuman, tushuntira oldimmi? Bu sohani sen bu sohada muvaffaqiyatga erishishing uchun senda nafs kontrol, psixologiya juda ham kuchli. Iroda, sabr, matonat bo'lishi kerak.
Tushuntira oldimmi? Sen bozorni analiz qilishing, sana zelka ochib savdoga kirishing, ular ishon 7 yoki 6 yoki 5% bozorda rol o'ynaydi. Sani psixologiyang, sani sabring, sani matonating, sani irodang bu sohada sani muvaffaqiyatga olib chiqadi. Mana shu narsalar yo'q ekan, nima qilib yuribsan bozorda uyingdagilarga ota-onangga zarar yetkazib. Ota-onangni qaragan, yoshi bir joyga yetib qoldi, ular yana ko'p kuta olmaydi sani. Lutchi boshqa ish qilib yoki boshqa soha bilan shug'ullanish kerak. Tushuntira oldimmi? Bunaqa yibanuti psixologiya bilan savdoga kirib savdo qilgandan ko'ra lutchi. Endi yechim qanaqa bo'ladi? Yo'q. Men ancha izimga tushib qoldim. Menda shunaqa kamchiliklarim bor. Mana shu kamchiliklarimni men bartaraf qilishim kerak. Nima qilsam bo'ladi? Xo'p, nima qilsam bo'ladi? Eshit yaxshilab. Sen shu kungacha qilib kelgan hamma xatolaringni bitta bloknot olib yoz. Qil mana shu ishni. Yoz. Men сделкамni tez yopib qo'yaman. Men 100 ta Telegram kanaliga ulanganman. Men signal o'zim yarata olmayman. 2 minusing. Uchinchisi, men ochilgan bitimni take profitgacha kuta olmayman yoki men stop lossga ochiq emasman. Ya'ni bu stop lossga ochiq emasman degani men stop loss to'g'ri qabul qila olmayman degani. Sen stop loss to'g'ri qabul qilishing kerak. 40 ta o'zingni muammoingni yozib chiq. 40 ga yaqin o'zingni mana shu sohadagi muammoingni yozib chiq. Muammolaringni yozib chiqqaningdan keyin uni qarshisiga, ya'ni xuddi o'sha sonlar bilan 1 2 3 dan 40 gacha bo'lgan sonlar bilan unga qanaqa yechim bor, o'shalarni yozib chiq. Va savdoda o'sha yechimlar bilan sen savdoyingni amalga oshirishing kerak bo'ladi. Da birinchi marta o'xshamaydi, da ikkinchi marta o'xshamaydi, lekin asta-sekinlik bilan o'xshab ketadi. Tushuntira oldimmi? Men nimaga men asabiylashib gapiraman? Chunki meni Telegram botimga juda ko'p odam yozadi. Ulug'bek yaxshimisiz? Ha. Men $17,000 pulimni slif qo'yardim. Men $20,000 pulni slif qildim. Men 100 million bankdan olgan kreditimni slif qildim. Xotinlar yozadi. Men erimdan pul o'g'irlab, depayz qilib slif qildim. Erimning oyligini barbod qildim. Endi erim meni uydan haydab yuboradi. Unaqa bo'ladi, bunaqa. O'rtoqlar, bu tempda ketib bo'lmaydi. Bu tempda ketib bo'lmaydi. Sizlar uchun o'zimni Telegram kanalimda 50 ga yaqin bepul darslar yozib qo'yganman. Har kuni efir yoqaman, psixologiya haqida gaplashamiz. Xo'p, bozorda qanaqa ssenariy tuzish haqida gaplashamiz. Hammasini gaplashamiz. Sabr, matonat, irodani sizlar o'zingizlarda mustahkam tutadigan bo'lsanglar, xudo xolasa, da bu sohada yaxshi pul topsa bo'ladi. Challenge qilmoqchiman. Qanaqa challenge? $500 depozit qilib, $500 maksimal $50,000 $60,000 gacha ko'tarish stabil. Hech qanaqa razgon emas, boshqa emas. No proses davomida sekin ko'rib ketaveramiz. Tushuntira oldimmi o'rtoqlar? Qisqacha bo'lsa ham sizlarga informatsiya bergan bo'lsam xursandman. Bu haqida yana dalcha sizlar bilan gaplashamiz. Qanaqadir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, videoning davomida aytib o'tib ketaman. Omad. Xo'p, o'rtoqlar, demak, ertalab Telegram kanaliga ssenariy bergandim. Ssenariy bo'yicha bizda 280 pipslik profit bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Demak, endi men birinchi take profitimizda bitimni yopdim. Men stabil $1000 dan olib ketyapman. Buni ham istoriyasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, Telegram kanaliga qanaqa ssenariy berganmiz? Telegram kanali ko'rishingiz mumkin. Mana bugun ertalab ssenariy berganman. Agar oltin 4055 darajasini yuqoriga yorib o'tsa, o'sish 4070 va 4085 gacha kelib beradi deb aytganman. Mana belgilab qo'yganman. Va narx o'sib bizning take profitimiz olib berdi. Hozir narxni ko'rishingiz mumkin. 4078 da turibdi, 4083 gacha chiqib berdi. Xo'p, endi bizga men $1000lik balansim bor edi. $1000 ko'rishingiz mumkin. Mana $1000 depozit qilingan va bugunlik foyda сегодняga o'tamiz. Mana bugunlik foyda 01 bitta zelka ochilgan 4053 dan, 4070 da zelka yopilgan $170 $5, 004 dan bitta ochilgan $50. Umumiy hisobda $225 biza foydalarni yopganmiz. Va undan tashqari bizning auditoriyamiz ham, ya'ni bizning kuzatuvchilarimiz ham bugun yaxshigina foydalarni qilishdi. Hozir men sizlarga ularni ham rezultatlarini tashlayman. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shu bola shaxsan o'zi menga aloqaga chiqib $200 bugun depozit qildim. Hozirgi bugungi ssenariy bilan mana shunchagacha ko'tardim deb tashlab berdi o'rtoqlar. Значит, bizning manfaatimiz tegayotganidan juda ham xursandman.
и xuddi mana shu tempda savdo qilishda davom etaveramiz o'rtoqlar. Hammaga rahmat, charchamanglar.